Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabideki dersimizin devamında bugün Suyuti rahmetullahi aleyh hem şu Ömer radıyallahu anhu devirdiki ve Osman radıyallahu anhu devirdiki boğan kichikine bir siyasi siliştirmeni bayan kılıp ötadidu. Hem de Ömer radıyallahu anhu aynı vaqtida dengizde urush qilishni cheklagan ekan. Buningki sababi tuvandikcha Muaviye radıyallahu anhu Ömer ibn Xattobga bir necha qatim xat yozibdi-da, Qubrusni fath qilaylik deb. Qubrus bugungi Yunan. Turkiyaga dengiz chegara tarafidan bo'lgan Yunanda, Yunaniston. Shu yerga biz dengiz orqali biz parxod kiyimlar bilan biz hujum qilib, shu yerni fath qilaylik deb xat yozgan ekan. Ömer radıyallahu anhu ham da bu avvalda surishti qilg'is kelib, Ömer ibn Asqa xat yozibdi. Xat yozib, "Mana dengizni va dengizdagi yo'lovchilarning ahvolini bir chiroyli yezib sifatlab boqqin" degan ekan. Ömer ibn As Misrdan xat yozib bundaq debdi. Yo'g'on bir mahluqotlarni kichik bir mahluqotlar minudi, chiqib oladi. Agar u to'xtab qolsa, odamniki yurkichi ketdi. Agar qo'zg'alsa, aqli odamning hangtan qoladi. Adam bu dengizda aqlning isheychisi tuvallaydi, shak shubha ko'paydi. Hali chiqib ketami, hali to'lqin urib ketami degandek. Ular deydi shu dengizdagi kishilar bir yog'ochdagi qurtdak, ya'ni işte ojizda. Agar o kema yoki parxod shunda eg'ib ketsa, hammasi suvga cho'kib ketadi. Agar qutulib qolsa, bu yorib ketadi. Bir xushyorlik bo'ldi. Ömer radıyallahu anhu bu dengiz to'g'riliq bu tushunchani o'qigandan keyin Muaviyaga darhol xat yozib, Allohning nomi bilan qasamki, har qanday musulmonni mengu men dengizda urush qatnashtirmayman degan. Endi bu Ömer radıyallahu anhu belki endi dengizga chiqib boqmagan bo'lishi mumkin. Chunki bu odamlar Sham tarafliga, Iroq tarafliga jiq savdo uchun, tijorat uchun borgan bo'lsa-mu, lekin dengiz qatnashiga vaqtida chiqib boqmagandan keyin shunga buni surish qilib, musulmonlarning manfaatini ko'zlab, omonligini ko'zlab bu urushga qatnashtirmagan. Endi Ibn Jarir Tabarining deyishicha, Muaviya hamda Osman radıyallahu anhu zamonida Qibrusga urush qilgan ekan. Ömer radıyallahu anhu ruxsat qilmagan. Chunki Muaviya Ömer radıyallahu anhu davrida Shamning valisi. Osman radıyallahu anhu davrida Shamning valisi. Endi shu Shamdan shu Suriya tarafdan nimaga Qibrusga dengizdan mangdigan shu vaqtida yo'l bordi. Shu vaqtida hamda Qibrusliklar bilan kelishim tuzib, jizya ilishga ma'qul bo'lib to'xtab tuzgan ekan. Endi Hijriya 29-yilgi vaqtida Istaxir, Fasa shaharlari va undan boshqa Ironning bir qism shaharlari majburiy yo'sinda fath qilingan. Bu Istaxirmi, Fasami Ironning eng qadimiy, buyuk katta shaharlar bo'lib, Istaxir shahri nihoyatda muhim katta shaharlar. Bu ayni vaqtida shu Firsiya xonadonligining Farislarning eng shu qadimiy madaniyat buyuklaridan bek muhim shaharlarniki biri hamda bu. Bugungi kunda bu ham asoratli rayoniga aylanib ketaylik. Ama Shirazga yaqinroq bir yerda. Fasa shahri Ironning mashhur shaharlaridan ham Shirazga yaqin. Hozir bugungi kunda asosan shu Shiraz o'lkasiga tava bir rayonlar. Bu qadimdagi eng mashhur shaharlar. Bu shu Hijriyaning 29-yili Osman radıyallahu anhu davrida musulmonlarning ishg'oliyatiga qo'l o'tgan. Shu davrda islomiyat tarqalishga boshlagan. 29-yili shundaqla Osman radıyallahu anhu Madinadagi Haram masjidni shu nurg'un yerlarni qo'shib, kengaytirib, bunda naqshlik toshlar bilan, hatto turklarni toshdan qo'pirib yasagan. Ayni vaqtida bu oddiy xo'mi yog'ochlari bilan yasalgan. Hatto bu masjidning to'rsini saj darxi bilan, saj darxi degan qattiq shu qarag'aydek ching daraxtlar, bu Hindiston, Pokiston tarafdan dengiz orqali, dengiz yo'llari orqali keltirilgan daraxtlar. Shunda hashamatlik holatda bu masjidni yasab chiqqan. Shu vaqtdagi masjidning uzunligi 160 gaz, kengligi 150 gaz. Masalan, hozir shu payg'ambar masjidiga salom berib kirgan vaqtimizda Babu Salam, yani Salam ishkidan kirgan vaqtimizda shu kirgandan keyin o'ttirda bir turk bor. Menga Rasulullohning qabrisiga kelgan tarafda. O'ttirdagi shu turkning
sol tarafımız şu Ömer radıyallahu anhu kengaytgan holatda Türkning o'ng tarafi masjidning hozirgi tam qiblatam, egiz qiblatam, şu xatva tam şu Osman radıyallahu anhu kengaytgan holatda. Şuna buni hozir Mihrabul Usmani deydi. Hozirgi Masjid-i Nabiydagi payg'ambarimizning qabrisining oldidagi cho'ng mihrabni Osman radıyallahu anhuning mihrabi deb shu nom bilan atalgan. Demek bu Osman radıyallahu anhu şu devirde kengaytgan. Hozirgi demek hamda masjidniki kengaytilgan hozirgi oldi qiblatamning uli Osman radıyallahu anhu sağgan ulining o'rni hamda. Hamda G'or shahri va Xorasonning nurg'un ziminlari 30-yili Hazrat Osmanniki davrida fath qilingan. Hamda G'ormo hamda Parislarniki muhim poytaxtlik mundaq shaharlarniki biri. Shu davrda fath qilingan. Nishapur shahri Suli orqali debdi, ba'zilar majburiy yo'sinda debdi, mush davrda fath qilingan. Nishapur al-Qismunayat cho'ng o'lkalar bo'lganlikdan bir qismlari Hazrat masalan oldingi davrlarda 30-davrlarda umumyuzlik fath qilingan bo'lishi mumkin. Hamda Tos shahrimi shu davrda fath qilingan. Tos bizga tanishib bo'lgan eng mashhur Hujjatul Islom Abu Hamid al-G'azzolininki shahri. Bu nəhayət əzəldən Parislarınki mədəniyyət bölüşükləri bu şəhərmi 30-yıl fath qilingan. Ondan başqa həm də Sərxas şəhərmi Hazrat Osmanlınkı dövrdə 30-cı illəri fath qilingan. Sərxas şəhəri bugünkü Türkmenistan'da, Türkmenistan'daki ən mühim tarixdən bu yana şu Türklərinin, Parislarınki mühim şu İpek yoldaki qədimi mühim şəhərlər. Asasən şu İslam tarixida Türklarniki muhim paytaxtı holatda bo'lib, Saljuqlarniki muhim bir shaharlar qatorida sanalgan shaharlar. Endi Marv shahrimi, Bayhaq shahrimi shu Hazrat Osmanniki davrida fath qilingan. Bu Marva bugungi Turkmanistonda Saljuqlarniki uzun yillik paytaxtı bo'lgan shaharlar. Bizim shu Turkistondagi eng muhim daryolardan Murg'ab daryosi bu shaharniki asosiy sug'urish manbasi bo'ldi. Türkistanlıqlarga münasibetli şehirler bu. Onun endi Bayhaq bu bugünkü İran'ın şu Xurasan dairəsidəki şehirler bu. Bu şehir mi şu Hicriye 30-cı il fath qilingan. Hamda şu kengri Türkistanның zeminlari, Parislarniki bu şehirleri fath qilingandan keyin bo'lib bu Farislarning asosiy shaharlari umuman Turklarning ozroq shaharlari shu holda fath qilingandan keyin Osman roziyallohu anhu keldigan davlatniki moliyasi ko'payib ketdi. Shu davlatdan yig'ilgan xiroj, abboj, undan boshqa g'animat degandekda mal butun tarafdan birisi shu O'rta Osiyo, Parislar taraflaridan birisi shu Afrika qit'asi kelgandan keyin davlatning moliyasi to'lab hatta şu mal dünya köpeyip ketedi. Şu vaqtda bir odamga 100 ming bodra mal beribdi. Bir bodrada 4 ming ulqiya. Bu hamda bir oltin yoki dirham, kumush pul birliklari. Hamda bu 100 ming hamyon degan gap. Hamda shu har davrniki o'lchami o'xshamaydi bir bodrada. Demak 100 ming hamyon. 100 ming hamyon bir dirhamda pul bo'lsa 100 ming dirham. Bir dinardan bulab qalsa 100 ming dinar demekçi. Yani demek bu devrdeki bayaşaçılıkni müşnodan ko'rib olsak bo'ldi. Ondan başqa Hijriya 31-yilları bo'lgan voqealikni bu kitobda olmabdi. Biroq 35-yili Hijriyaniki Hazrat Osman roziyallohu anhu o'ltirilib shahid bo'lgan. Alloh xolasa biz atlik darsimizda Hazrat Osman roziyallohu anhuniki qaysi shaklda qandaq shahid bo'lganligini o'timiz. Taqdirlar atlik dersimiz bo'lsin. Sallallohu alayhi ve Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.